Assalomu alaykum hammaga. Bugun hammaga ma'lum ko'p uchraydigan kasallik bu kollagenopatiyalar tipiga kiruvchi Ehlers-Danlos sindromi haqida gapirib o'tamiz. Ehlers-Danlos sindromi bu ko'p tarmoqli sindrom, ya'ni ko'p turlari bor. Ya'ni bo'g'imlar gipermobilligi, ya'ni harakatchanligining yuqori bo'lishi va terining cho'ziluvchanligi va harakatlarning sustligi bilan kechuvchi nasliy genetik kasallik hisoblanadi. Bu Ehlers-Danlos sindromi ma'lum bir genlarni, ya'ni Ehlers-Danlos sindromiga javob beruvchi bir nechta genlar bor. Shu genlarda zararlanishi hisobidan kelib chiqadi, ya'ni xatoligi, genlar ketma-ketligidagi xatolik hisobiga yuzaga keladi va bemorda ko'radigan bo'lsak, bo'g'imlarning bo'shligi, harakatda sustligi, ya'ni bo'g'imlar bo'shligi hisobidan gipermobillik, ya'ni bo'g'imlarda bo'g'im gradusi deymiz, shularda ya'ni o'zgarishi hisobidan yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallikning asosiy belgilaridan ko'radigan bo'lsak, terisi juda cho'ziluvchan bo'ladi, oyoq va qo'l barmoqlari uzun, ba'zi turlarida terilarda harakatchanligi yomon, ba'zi turlarida qon tomirga bog'liq formalari bor. Ya'ni buni juda ko'p turlari bor. Uni turiga qarab turib klinik belgilari namoyon bo'ladi. Asosiy klinik belgilardan bu teri va barmoq bo'g'imlarida harakatchanligini yuqori bo'lishi hisoblanadi. Buni to'liq tashxisot qilish uchun genetik testdan, ya'ni DNK diagnostikadan o'tkaziladi va turi aniqlanadi va kerakli muolajalar shunga qarab yo'naltiriladi. Ya'ni birinchi o'rinda buni asosiy turlariga reabilitatsion muolajalar, LFK, massaj, simyoterapiya, kineziterapiya, boshqa turlari bilan, fizioterapiyalar bilan davolash choralari qilinadi. Va bularning ko'p turi yaxshi sifatli hisoblanadi. Agar bemorning hayot sifati doimiy yaxshilanib, reabilitatsiya, qarov va to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri hayot tarziga ega bo'lsa, umr davomiyligi uzoqroq bo'ladi va yaxshiroq kechadi. Agar bemorga yaxshi qarov bo'lmasa, yaxshi e'tibor bo'lmasa, bemor o'zini o'zi kerakli to'g'ri hayot tarziga rioya qilmaydigan bo'lsa, bularda ko'proq yurak qon tomir tizimidan vafot etish ehtimolligi juda ko'p uchraydigan holat hisoblanadi. Shuning uchun agar sizni yaqiningizda, tanishingizda terilar elastikligi, ya'ni terining cho'ziluvchanligi, bo'g'imlar harakatchanligi juda yuqori bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin va o'z savollaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi.